Tushing mashinadan. Mana ko'ryapsizlarmi? Endi menga hujum qilyapti. Assalomu alaykum hurmatli haydovchi, leytenant Maqsudov. Hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. O'zi qoidani buzmagan bo'lsam, to'xtatishga haqqingiz yo'qligini bilasizmi, komandir? Body kamerangiz ham ishlamayotgan bo'lsa, Ishlamaganini qatdan bilasiz? ana yashil chiroq yonmayapti-ku. Shubhali ko'rinasiz. Marhamat qilib hujjatlarni taqdim qiling. Siz menga tahdid qilyapsizmi? Men hali tahdid qilganim yo'q. Hozir. Mana bu xodim noqonuniy to'xtatib, menga tahdid qilyapti. O'zini ham tanishtirgani yo'q. O'zini tanishtirdim. O'zingizni tanishtirganingiz yo'q. Kerak bo'lsa 100 marta tanishtirasiz. Body kamerangiz ham ishlamayapti. Orqadagi bola kim? Bu meni o'g'lim. Mana ko'ryapsizlarmi? Meni o'g'limga ham tahdid qilishni boshladi. Tushing mashinadan. Mana ko'ryapsizlarmi? Endi menga hujum qilyapti. Qo'rqib ketmadingmi? Ota-onangning telefon raqamini bilasanmi?